taxminan 100 gramm grammlashga vaqt 4 sekund 3 sekund atrofida ketyapti. Assalomu alaykum, qadoqlash.com obunachilari, hurmatli mijozlar. Hozir ko'rsatilgan stanokimizni dozator to'ros grammlab unli mahsulotlarni, shakarli narsalarni upakovka qilishga 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Xo'p, namisi 1 kilolikgacha grammlab upakovka qiladi. Bunisi 2,5 kilogacha va 5 kilogacha. Bunkeri 20 kilocha ketadi. Taxminan un, shakar, guruchligiga o'xshagan yirilida bo'lsa, bular ham xuddi shunaqa. Bularga 10 kilodan ketadi. Hozir bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Deydi, masalan, bu yerda hozir 100 gramm qo'yganmiz, ichida no'xat. Yani 100 grammdan o'zi avtomatik gramm bo'ladi. O'zini pedali bor, oyoqda har bittasini bitta-bitta upakovka qilingan. Salomat bo'linglar, rahmat kattakon.